Assalomu alaykum va rahmatulloh, aziz do'stlar. Hozir mana avtomobilda havo harorati 46 gradus ko'rsatyapti. Juda ham issiq, anomal issiq. Ammo hozir ijtimoiy tarmoqda yoki yon atrofimizda kuzatyapmizki, odamlar issiqdan nolib uni so'kayotganini guvohi bo'lyapman o'zim. Kimdir hazillashib, demak vayn ishlab issiqni so'kayapti. Kimdir ko'cha-ko'yda yonib ketdim, kuyib ketdim, kul bo'lib ketdim, jonga tegdi, bunaqa issiq va hokazo ko'pini aytishga tilim ham bormaydi. Juda yomon so'zlar bilan so'kishyapti issiqni. Xo'p, issiqni, havoni sovuq bo'lsin, issiq jazirama bo'lsin, plus 100 gradus issiq bo'lmaydimi? Aslo havoni so'ka ko'rmang. Chunki uni egasi bor. Uni yaratgan, uni mana shunday issiq bo'lishini istagan yaratgan egasi